Belarusiyada produktlar narxlari bilan tanishamiz. Yevropa degan do'konniki. Cheksa narxini aytaman, o'sha summasi 138 rubl 25 tiyin bo'libdi. Uni so'mga chaqib, mana ekranda ko'rsatib qo'yaman, shu joyda chiqadi xudo xolasa. Nimalar bor? Tanishib o'tamiz. Birinchi o'chirib strishkaga mashinka. Smetana, Brest-Litovskiy bu, rosa shirin 15%lisi. Bolalarga pechenye, topленое молоко. Tuxum. Vafli. Savushkin degan молоко. Молоко Местечковniki ekan. Savushkin, kefir, bu hammasi shu Belarusyaniki. Tvorog, sir, klassik sir, qizil piyoz, 72,5%li sariyog', gribi, ikkita baton, banan, 700 gram. Tak, yogurt, bolalarga yogurt. Sok, детский sok, har xil 6 ta. Pechenye, kunjutlik, sosiska, inshaalloh halol. Qora non, juda полезный. Sirok, marmeladный konfet. Ham где-то 400-500 gram. Mana shu hammasi bu 138 so'm 25 tiyin. Shu yerda narxi yana повторini chiqarib qo'yaman qanchaligini. Kuzatib boringlar, obuna tugmasini bosib qo'yinglar.